Assalomu alaykum, hurmatli tadbirkorlar. Men Agrobank Avtotechka rahbari To'liq Farruhman. Bugun 17 mart kuni tadbirkorlar bilan uchrashuv kunimiz. Shu boisdan sizlar bugun kelib murojaatlaringizni imkoniyat bor darajasida ijobiy hal qilish uchun yig'ilib bergan. Bizda 2022-yil tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash uchun bir qancha loyihalarimiz, paketlarimiz tadbiq qilingan. Shu bo'yicha murojaatlar bo'lsa, menga murojaat qilishingiz mumkin. Men Mirzayev Novruz, Zarafshon mahallasidan sezon chorvachiligi uchun 212-sonli qaror bo'yicha 100 milliongacha kredit ajratishni so'rayman. Menga ismingizni aytinglar. Mirzayev Novruz. Mustaidov Novruz. Mavzuga bizda 312 prezident 312 qaror chiqib beriladi. 5 yil muddatga tumanimiz 4-okruganchiligining foizdan 2 yil imtiyozlar bilan beriladi. Siz hujjatlaringizni arizangizni taqdim qilganingizdan keyin 2-3 kun ichida murojaat o'rganib chiqib, ijobiy hal qilishga harakat qilamiz. Rahmat. Men Bozor Mirzo Ulug'bek mahallasidan shu o'zini band qilish masalasi bo'yicha shu kredit so'ramoqchi edim. Chorvachilikka 50 million kredit chiqaradi dedi. Misolga bizda kredit bor. O'zi avshta mahallamizda loyihalarimiz ko'p. Misol uchun mahalla loyihasi degan kredit paketimiz bor. 50 million so'mgacha, biznes bilan chiqadan bor 12 million so'mgacha 25% dan. Siz men o'zim xonadoningizga boraman, sharoitingizni o'rganamiz. Biznesingizga o'sha tadbirkorga ko'mak beramiz. 50 million so'm kerak bo'lsa 50 million so'm yoki 50 million so'mgacha to'lagan bo'lsa, masalani olib beramiz. Katta Amir Temur mahallasidan Tursun o'zim bank bo'yicha 12 million bankdan chorvachilikka kredit so'ramoqchi. Husn aka, men hozir mana Musoga tushuntirdim. 12 million so'mga o'zini bankiga 2 kunda yoki 3 kunda chiqarib beramiz. Masala bo'lmaydi. Rahmat.